Assalomu alaykum, hurmatli Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari. Aberdin Angus ishqibozlari, bugungi video roligimiz Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smir shaharchasidan bo'lyapti. Alloh xohlasa dehqon xonadonidan sotiladigan Angus ona bola va Angus o'najinlar bor ekan. Inshaalloh bugungi sanamiz 2025-yil 11-iyun. Haftaning chorshanba kuni. Alloh xohlasa bugun iloji boricha obzor qilib berishga, yoritib berishga harakat qilamiz. Aberdin Angus zotiga qiziqadiganlar uchun maxsus video rolik bo'ladi. Demak, ona bola Angusimiz sotiladi ekan. Mana bolasi haqiqiy toza qonli Aberdin Angus, onasi ham toza qonli Aberdin Angus. Bolasi sunniy urug'dan tushgan, urug' qo'yilgan, hech qanaqangi boshqa paroda yoki boshqa zot jaydari hech qanaqangi unaqa qon chatishmagan. Xudo xohlasa olsa baraka topadigan mollar mana. Aberdin Angus. Tishi endigina 6 kurakdan oshyapti. Bu adashmasam, Xudo xohlasa bu 3-bola. Mana shu tushgan bolasi 3-bola. Mana shu 3-bola, lekin 4 emas. Chunki 6 tadan keyin endi yonlaridan 8 ta, 8-tishlari endi chiqyapti mana. Mana bu qochasi, ey mashalloh. Bolasi 3 kunlik bo'ldi. Mana 3 kunlik. Mana sigirda ovlari, Aberdin Angus zotlari o'zi sut yo'nalishi uchun emas, go'sht yo'nalishi uchun o'zini bolasiga yetadi. Endi ozroq sog'ib olsangiz ham bo'ladi, xudo xolasa. Mana. Sigir kichkina narsa emas, sigir ham bahaybat, katta narsa. Sigirda живой veslari 750 kilo, 700 kilodan tepasiga. Mana bu qacha. Mashalloh. Mana shu buqachani xudo xohlasa tagiga qo'yib yorsangiz, tagida bir 3 oy yursa, ancha-muncha yirik, juda ham chiroyli, juda ham bir haqiqiy, nima deydi? Amerika atmosferasini beradigan buzoqlardan bo'ladi, xudo xohlasa. Mana bo'yinlari kaltacha, toza qonli, mana tuxumbosh, haqiqiy toza qonli buqacha. Bolasi. Mashalloh. Qani buni sutga to'ydirib boqsangiz bir 6 oy ona bolani puli chiqib ketadi, xudo xohlasa inshaalloh. Yildan yilga narxlarim o'zgaryapti, go'shtlarim ko'tarilib boryapti. Agar buni 6 oy tagida yurib to'yib sutga to'ysa, oz-ozdan yem berib tursa, 5-6 oyligidan keyin. Mashalloh, joning sog' bo'lgur. Mana onasi. Onasi ham kichkina bola emas. Obunachilar, tomoshabinlar, video roligimizni ko'rayotganlar, kanalga yangi bo'lsangiz, birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar, xudo xohlasa. Keyin yangi chiqargan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga boraveradi. Tug'ilganiga 3 kunlik bo'libdi endi buzoqchani. Mashalloh. Onasi ham yirik. 700 kiloning tepasida. Bo'ylari 1.38 ga oldi. Orqasi 1.40 chiqyapti onasini. 1.40, 1.42. 1.35 ga olaverasizlar, xudo xohlasa. Hali yosh, ko'p bola bermagan. Men malol dehqonchilikda foydalansalaringiz bo'ladi. Mana bolachasi. Fermaga olib qo'ysalaringiz ham zot uchun ajoyib sigir, xudo xohlasa. Mana bu yerda endi yana bitta o'najinimiz ham bor ekan. Hozir ko'rsatib o'tamiz o'najinni. Keyin narxlarini yoritib beramiz. Mana o'najin. Men toza qonli Aberdin Angus o'najini mana. Mana. Toza qonli Aberdin Angus. Mana bu ham. O'najin. Bu ham sotiladi. Xudo xohlasa. Buni 9 oylik bo'layapti debdi. Xudo xohlasa 9 oylik bemalol kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Hop, buni narxini 18 million, xudo xohlasa xayri bor. Kelib savdolashsa kelishtirib beramiz deyapti mana. 9 oylik bemalol sigir qilaman desalaringiz, boyagi katta sigirga o'xshab, xudo xohlasa 700 kilo tonnalik bo'lib ketadi mana. Juda ham polvon, mashalloh. Ajoyib. Yelkalari, orqalari, oyoqlari ham baquvvat.
Ey maşallah. Bemalol ko'rib savdolashib olaverasizlar. 18 million xayri bor ekan. Ona bola sigirimizga keladigan bo'lsak, ona bola sigirimizda mana ona bola sigirimizda xudo xohlasa 48 million kami bor deyapti. 48 million. Kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Bolasi buqacha, haqiqiy Aberdeen Angus. O'zi juda ko'pchilik chetlardan Angus olib keladi. Ular 2 oyligida, 3 oyligida onasidan ajragan bo'ladi, keyinchalik o'sishi, o'zgarishi juda ham sus bo'ladi. Lekin ona bola birgalikda olsalaringiz mana bolasi tagida yursa, xudo xohlasa 3 oylardan keyin juda ham bir o'zgacha buzoq bo'ladi bu.